Assalomu alaykum tinglovchilar. Bugungi mavzuyim present simple va present continuous. O'zbek tilida hozirgi oddiy zamon va hozirgi davom etuvchi zamon to'g'risida. Bu mavzuyimiz kasbiy sohada xorijiy tillar fani bo'yicha o'quv dasturiga kiritilgan. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, meni bu mavzuyim hozirgi oddiy zamon bilan hozirgi davom etuvchi zamonni ingliz tilida A1 va A2 darajadagi talabalar uchun bo'ladi. Endi qarasak, present simple birinchi hozirgi oddiy zamonga qaraydigan bo'lsak, hozirgi oddiy zamon deganimiz bu har kunlik takrorlanuvchi ish harakatlar. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, inglizcha berilgan bu yerda. What is it? Present simple is daily habits and routines. Har kunlik ish harakatlar, odatga aylangan ish harakatlar va rutinalar. The second, facts that are always true. Har doim to'g'ri bo'ladigan faktlarga nisbatan aytiladi. Hozirgi oddiy zamon, things that happen regularly. Har kungi takrorlanuvchi ish harakatlarga nisbatan aytiladi. Endi bu yerda hozir ekranni tagida ko'rib turganingizdek, time words. Kalit so'zlar deb aytsak ham bo'ladi. Always, usually, often, sometimes, never, every day. Har doim, usually, odatda, often, tez-tezdan, sometimes, ba'zida, never, hech qachon, every day, har kuni degan ravishlarimiz bular hozirgi oddiy zamon fe'lining kalit so'zlari hisoblanadi. Mana shu ravishlar keldi, demak, bu zamonimiz present simple'da hozirgi oddiy zamonda ekanligini bilib olamiz. Misollar bilan tanishib o'tsak, I wake up at 7 every day. Men har kuni soat 7 da turaman. Daily habits ga kiradi. She drinks tea every morning. U har kuni ertalab choy ichadi. Routines ga kiradi. Water boils at 100 degree Celsius. Bu faktlarga kiradi. He plays football on Sundays. U yakshanba kunlari futbol o'ynaydi. Things that happen regularly ga kiradi. Yoki ham rutinaga kirsa ham bo'ladi. They never eat fast food. U hech qachon fast food yemaydi. Never degan ravishimiz bilan kelgan hozirgi oddiy zamonga misol edi. Endi hozir how to form it. Bilamizki, ingliz tilida biz grammatikani tushuntirgan paytimizda har doim struktura bilan tanishib ketamiz. Zamonda formula bilan ko'rsatamiz. Bu yerda ekranda ko'rib turganingizdek formulalar berilgan. Present simple ning positive, negative, question formulari. Bu degani positive darak shakli, negative deganimiz inkor shakli, question deganimiz so'roq shakli. Endi biz present simple ning darak shaklini yasagan paytimizda I, you, we, they degan olmoshlarga nisbatan fe'lning birinchi shakli ishlatiladi. He, she, it. Uchinchi shaxsga nisbatan u, o'g'il bolaga nisbatan, qiz bolaga nisbatan va jonsiz predmetlarga va hayvonlarga nisbatan berilgan bu yerda fe'lga s qo'shimchasi qo'shilishi bilan yasaladi. Masalan, works, eats, plays. Endi bu yerda hozir negative inkor shakli I, you, we, they ga don't work deb berilgan, do not degan qo'shimchalarni yasash orqali yasaladi. He, she, it uchinchi shaxsga does not degan qo'shimchalarimiz kerak bo'ladi. Question formda bo'lsa do, does yordamchi fe'llar kerak bo'ladi. You, masalan, do you, they work. Ular ishlashadimi?
Does he work? U ishlaydimi? Uchinchi shaxsga nisbatan s qo'shimchasi kerak bo'ladi. Endi bu yerda hozir biz eslab qolishimiz kerak bo'lgan bitta formulamiz bor. He, she, itga nisbatan s fe'lga nisbatan s qo'shimchasi qo'shiladi deb aytilgan bu yerda. Qolganlarga shart emas, faqat uchinchi shaxsdagilarga nisbatan s qo'shimchasi qo'shiladi deb alohida berib o'tilyapti. Masalan, it, eats, go, goes, watch, watches. Endi present continuous hozirgi davom etuvchi zamonga keladigan bo'lsak, hozirgi davom etuvchi zamon bu hozirgi ayni damda davom etayotgan ish harakatlarga nisbatan aytiladi. Actions happening right now. Hozirgi momentda davom etayotgan ish harakatlar. Things happening today, this week. Shu kunlarda davom etayotgan ish harakatlar va shu haftada davom etayotgan ish harakatlar. Temporary situations, vaqtincha doimiy takrorlanib turadigan ish harakatlarga nisbatan aytiladi. Examples: I'm studying English now. Men hozir ingliz tilini o'rganyapman. She is cooking dinner. U ovqat pishiryapti. They are playing outside. Ular tashqarida o'ynayapti. He is not sleeping. U uxlamayapti. Are you listening? Siz eshityapsizmi? Buning ham kalit so'zlari bor. Now, hozir, right now, endigina, hozirgina, at the moment, hozirgi momentda, currently, yaqinda, today, bugun, listen, eshit. Endi buni formulasi bilan tanishib o'tadigan bo'lsak, positive darak shakli, negative inkor shakli, question so'roq shakli. Bu yerda bizga hozir asosiy yordamchi fe'limiz to be ko'makchi fe'l hisoblanadi. Present continuousda to be ko'makchi fe'liga fe'l qo'shiladi. Fe'ldan keyin ing qo'shimchasi, ing qo'shimchasi kerak bo'ladi. Masalan, I'm working, she is working, they are working. Negativda ega to be ko'makchi fe'l oldinga o'tib ketadi. Negativda to be ko'makchi fe'lidan keyin not qo'shimchasi qo'shiladi. I'm not working, she is not working, they are not working. Question formida bo'lsa to be ko'makchi fe'li hozirgi aytganimdek to be ko'makchi fe'li egadan oldinga o'tib ketadi. Am I working? Is she working? Are they working? Endi bu yerda hozir bizda bilishimiz kerak bo'lgani running, making, studying, sitting degan paytimizda undoslar ikkita bo'lib ketadi. Bir joylarda qo'shimchasi, ing qo'shimchasi qo'shilgan paytda i degan ovozimiz tushib qoladi. Harfimiz. Studying degan paytimizda y harfi tushib qoladi. Sitting degan paytimizda t harfi ikkita bo'lib ketadi. Endi bu yerda ikkalasini solishtirib o'rganadigan bo'lsak, present simple va present continuousni bir-biriga solishtiradigan bo'lsak. Use for present simple ishlatiladi nimalar uchun? Odatlar uchun, rutinalar uchun va faktlar uchun. Present continuous bo'ladigan bo'lsa, actions happening now. Hozirgi momentda davom etayotgan ish harakatlarga nisbatan aytiladi. Bularning kalit so'zlari present simplega nisbatan always, every day, never, har doim, har kun, hech qachon. Buni present continuousda timer bo'lsa now, as a moment, today. Hozir, ayni damda va bugun. Va buni shakli I work, she works. Form I'm working, she's working. I don't, she doesn't. I'm not, she isn't. Do you, does she? Are you, is she? The key difference, same person, same action, different time, different tense. Bu yerda hozir bitta shaxsga, bitta ish harakatga nisbatan aytiladi, faqat ularning vaqti va zamoni har xil bo'ladi. Ikkalasini solishtirib ko'ramiz. Present simple. She drinks coffee every morning. U har kuni kofe ichadi. Present continuousda bo'lsa, she is drinking coffee right now. Hozirgi ayni damda u kofe ichyapti.
Bu yerda hozir ikkalasini solishtirib farqlaydigan bo'lsak, every morning, har kuni deb aytgan paytimizda, hozirgi oddiy zamonda u odat tusiga aylangan bo'ladi. Har kuni ichadi. Endi present continuous aytadigan bo'lsak, bu hozirgi davom etayotgan zamonga nisbatan bo'ladi. Bu yerda ayni damda deb aytyapti. Balkim birinchi marta ichayotgandir. Endi bu sizlar ishlashlaringiz uchun bu yerda simple yoki bo'lmasam continuous versiyasini tanlashingizlar kerak. She drinkni to'g'ri variantga qo'yamiz bu yerga. Coffee every morning. Bu yerda every morning kalit so'zi turibdi va biz unga she uchinchi shaxsdan nisbatan turibdi va drink fe'li turibdi. Bu yerda drink fe'lini bu yerda tushunishimiz kerak bo'ladi. She uchinchi shaxsda turgani uchun va present simple da ishlatilgani uchun every deganimiz chunki present simple da ishlatiladi va drinkga s qo'shimchasi qo'shiladi. Look deganimiz boya formulani yozgan paytimizda qaragan bo'lsangizlar va right now deganni qaragan bo'lsangizlar present continuous da ishlatiladi. Look, he's running very fast now. U hozir ayni damda juda tez yuguryapti. Uchinchida they not watch TV at the moment. At the moment deganimiz hozir formulasini bir qarab chiqsangizlar, present continuous formulasi they are not watching TV at the moment. U ayni damda televizor ko'rmayapti. To'rtinchi, I play football every Saturday. Bu yerda every so'zi ishlatilgan. Bu present simple'ning kalit so'zi hisoblanadi. Men har shanba kuni futbol o'ynayman. Odat tusiga aylangan bo'ladi. Beshinchi, she bu yerga to'g'ri variant qo'yishimiz kerak. Sleep now. Now deganimiz bu present continuousning kalit so'zi hisoblanadi. Shuning uchun present continuousga qo'yish uchun bu yerda savol forma bo'lyapti. Savol formada to be ko'makchi fe'li egadan oldinga o'tib ketish kerak edi. Is she sleeping? U uxlayaptimi? Sleepga ing qo'shimchasi qo'shiladi. Yes, she is. Ha, u uxlayapti. Endi bu yerda summary xulosa qilib aytadigan bo'lsak, present simple habits, routines, facts add s for he, she, it. Bilishimiz kerak bo'lganlarni ajratib ko'rsatganman. Odat tusiga aylangan ish harakatlar, rutina, har kunlik ish harakatlar, faktlarga nisbatan aytiladi va s qo'shimchasi faqat he, she, it uchinchi shaxsga nisbatan qo'shiladi, fe'lga nisbatan qo'shiladi. Present continuous da bo'ladigan bo'lsa happening now. Happening now hozir davom etayotgan ish harakatlarga nisbatan aytiladi va bilishimiz kerak bo'lgani to be ko'makchi fe'li tushlanib ketadi. Am is are bo'lib va am is are ga fe'l qo'shiladi, fe'lga ing qo'shimchasi qo'shiladi. Mana shulardan iborat bugungi mavzuyimiz va darsda bemalol sizlar bilan exerciselar ishlab ketaverishimiz mumkin. Bu bilan